Masalan, yoshligimizda masalan biz akam bilan piyalani gulini talashardik. Masalan, mana bunaqa piyalani tarildi. Men mana o gullikda ichaman desa, masalan bitta tarilib o'rtaga qo'ysa, bu tarillikka akamniki qora gulli ekan, meniki qizil ekan. Men qora gullikda ichaman, yeyman derdim masalan. Menda shunga g'azablanib urushardim. Hozirchi 10 yoshga borganimda shuni qilmay qo'yganman. Masalan, yoki bir 8 yoshga borganda dedim, "Ya gulni qilib tarilgan katta kichiligi muhim. Gul arziydigan narsa emas. 10 yoshda anglaganman shuni. 10 yoshimda masalan deylik o'sha guliga e'tibor qilmay qo'yganman, unga g'azablanmay qo'yganman. Lekin kiyimimiz almashib qolsa g'azablanganman. Nimaga meniki ko'k, akamniki oq deb. G'azablanganman. O'sha 10 yoshimda misol uchun. 20 ga borganimda u kiyimda oq ko'kning ham farqi yo'q ekan. Ahamiyatsiz narsa ekan. Aqlim o'sgani uchun men g'azabim turibdi, lekin omillar o'zgaryapti. Meni g'azabimni keltiradigan omillar